isitish va sovutish tizimi va haydovchi sidinasi, albatta massaj. Voy, atmosferasini qaranglar do'stlar, lekin neobishniy ranglar ishlatilgan ekan. O'zbekiston bozoriga yangi kirib kelgan maxluq haqida gaplashamiz. Qaranglar do'stlar, monitor dismi, hojonalarga bob sidinasi ekan do'stlar. Ya'ni endi menimcha Equinox taqa gabarit katta, lekin 008 dan ko'ra juda kichikroq ekan. Xuddi shunaqa. Bagajlik hajmi ham 008 ga nisbatan ancha katta bo'ladi bunda. Gap yo'q, bu ranglarini qaranglar. Boshqacha rangidan, saloni boshqachasidan minaman degan akalarimiz uchun qaranglar, qizg'ich neobishniy bavalarning svetiga o'xshagan ana ichki saloni bo'lardi-ku. Bu mashinani maqtadingiz, bitta ko'rib olmasak bo'lmaydi. Bu mashina oldi monoqoshlar bilan jihozlangan avtomashina. Qaranglar, bitta baho berib olasizlar. Equinox taqa gabarit katta bo'lsin va yangi mashina bo'lsin va puli arzon bo'lsin va komfort bo'lsin degan akalarimiz uchun kakras hojonalarda duosini oladigan mashina kelgan. Monitor ko'rishlaring mumkin. Avtomashinada seriallarni qo'yib berasiz. Bu yerdan xolodilnigi bor, ichimliklar qo'yib berasiz. Mabodo bu yerda stolchasi ham bor. Kompyuterni qo'yib, biznes haqida ham o'ylab ketsa ham bo'ladi. Kimda kim qiziqsa, bu mashinani narx-navosi bo'yicha absolyutniy gabariti bir xil va undan ko'ra arzon bo'lgan mashina. Bitta ko'rib chiqasiz, menimcha sizga ma'qul keladi. O'zbekiston bozoriga yangi kirib kelgan maxluq haqida gaplashamiz. Video yoqsa like bosib, do'stlaringizga podresak qo'yasizlar. O'sdan do'stigacha gaplashamiz. Avtosentrda yangi maxluq. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sog'ligingiz yaxshimi aka? Charchamasdan omonsiz aka? Bu mashina qanaqa mashina ekan degan obunachilarimiz uchun o'sdan do'stigacha gaplashsak aka. Bo'ldi, gap bo'lishi mumkin emas. Xudo qolsa bu yangi modelimiz Dongfeng L8 modeli bo'ladi. Oho, gabariti katta ekan. Bu Equinox taqa keladi. Xuddi shunaqa. Islomjon aka, shuncha yillik tajribalariga qaraganda qanaqa mashina deb o'ylaysiz? Endi menimcha Equinox taqa gabarit katta, lekin 008 dan ko'ra juda kichikroq ekan. Xuddi shunaqa. Shaharbob mashina bo'ladi bu. Aha. 5 kishilik mashina. 5 kishilik bu gibridmi? Da, albatta eng asosiysi bu ancha ekonomik mashina. Voy. Ana Equinoxdan zerikkan akalarimiz ham yangisini bosib olsa, Xuddi shunaqa. Pulidan ham arzonmi? Конечно. Aha. Puli taxminan qancha? Taxminan emas, aniq ayta olaman. Avtocentr avtosalonda 357 million so'mga bemalol full pozitsiyasini xarid qilishlari mumkin. Aka, bu mashinani maqtadingiz. Bitta ko'rib olmasak bo'lmaydi. Bu mashina oldi monoqoshlar bilan jihozlangan avtomashina. Qaranglar, bitta baho berib olasizlar. Voy, qorasidan minib yursangiz, rosa yarashadi, lekin endi buni to'liqroq obzorini jaydarroq bersak. Hop, bo'ladi. Oldi yangi zamonaviy monoqoshlar bilan jihozlangan. Albatta 360 graduslik kamera, 19 dyumdagi diska balonlar bilan jihozlangan va ikkiga bo'lingan polni panoramali tom bo'ladi. Yangi dizaynga ega ochish tutqichlari, ikkita oldi sidinasida isitish va sovutish tizimi va haydovchi sidinasi, albatta massaj. Voy, atmosferasini qaranglar do'stlar, lekin neobishniy ranglar ishlatilgan ekan. To'g'risi o'zim ham Dongfeng haydayman, lekin buni sifati, charmlari boshqacha turibdi. Ya'ni nima demoqchiman bu gapim bilan? Keling undan ko'ra maqtamayta bu mashinani kelib ko'rib, charmlarini ushlab ko'rsangiz, yaqqol sifat o'zgarganini bilasiz. Simsiz quvvatlash avtomashinada kojinli salon perforatsiya qilingan. Bunda mabodo ichimliklarimiz yoz kelyapti o'sha. Ichimliklarni sovutish sistemasi ham bormi? Albatta. Orqa tomonga yuzlanadigan bo'lsa, pastki qismidan xuddi 008 avtomobilimiz singari xolodilnik joylashgan. Vo, muzlatib ketar ekanda. Xuddi shunaqa. 008 avtomobilning yana bir qulayligi orqada diski monitor bo'lganligi uchun bu 5 kishilik avtomobil bo'lishiga qaramasdan buni ham orqasida monitor bilan jihozlangan. Gap yo'q, men qaranglar do'stlar, monitor diskimi, hojonalarga bob sidinasi ekan do'stlar. Ya'ni qaranglar kengligini, xohlasangiz bu yerda podlokotniklarigacha bor. Lallay olib, kinolarni qo'yib berasiz, maza qilib, oilaviy chiqib ketsa bo'laverar ekan, xudo xolasa. Orqa ko'rinishlarini ham qaranglar, monoqoshli avtomashina, sensorli datchik. Buni 360 kamera dedingiz? Da, xuddi shunaqa 360 gradusli kamera bilan jihozlangan Islomjon aka. Gap yo'q, yozuvlarni olib turib, mashina, lekin bor shaharbob mini desa ham bo'ladi, qanaqa? Trekkerdan ancha katta ekan, Equinox taqa keladi, gabariti va
qanaqadir mashina cho'kib turibdi, ya'ni ham deriski ko'rsatyapti mashina cho'kib turgani hisobiga. Buni rangi qorasi ham bormi? Qorasi ham, narda grey ranglari ham bor. Bu to'liq quvvat bilan bu avtomashinamiz qancha kilometr yuradi? Xo'p, hajmi 55 litrli, 55 ta benzin va 185 kilometrli elektr zapas kodi bilan qo'shib hisoblaganda 1,5 ming kilometr O'zbekiston sharoitiga bemalol yurib beradi. 1,5 ming kilometr esimizdan chiqib qolar ekanda. Xuddi shunaqa. 3 marta zaryad qilsak, ponibay qilsak, misol uchun Bo'ldi. yog'ini almashtirib yuborsak bo'laver ekanda. Xuddi shunaqa. Gap yo'q. Endi ichki interyerlarni ham, yana ham batafsilroq ko'rsatsam sizlarga do'stlar, qaranglar, zamonaviy tutqichlar, lekin qimmat mashinalarda bo'lardi asosan. To'g'rimi aka? Xuddi shunaqa. Gap yo'q. Qaranglar. Buni hidi ham boshqacha bor, to'g'risi bor do'stlar. Mashina elektropaketda, bu yerlarda elektropaket. Ha, masaji ham bor dedingiz buni. Masaji va pamit sidinlari ham bo'ladi bunda. Voy, gap yo'q. Umuman aytadigan bo'lsak, bu mashinamizda yana aqlli funksiyalari bormi? Misol uchun aytaylik, yosh bola chiqib boradigan bo'lsa, lidarlari bormi? Lidar emas, adaptivniy cruise control, avtotormozirovka va polosa udержания bilan albatta Yevropa standart bo'yicha jihozlangan avtomobilimiz. Gap yo'q. Endi bu mashinani narxiga keladigan bo'lsak, narxi qancha? Xo'p, narxi Avtocenter avtosalonimizda hozir full pozitsiyasini 357 million so'mga bemalol bir kun ichida xarid qilib ketishingiz mumkin. Shunda 472 millionga Equinox olgan yaxshimi yoki bu mashinani to'g'ri Equinoxni yomonlamoqchi emasman, yangi brend kelgani hisobiga sizlarga tavsiya o'laroq aytyapman. Kimda kim qiziqsa bosib oladigan joyi. Katta hajmdagi bagaj mavjud. Agar sizda 5 kishilik kichkina oila bo'ladigan bo'lsa, 008 o'rniga L8 avtomobili ancha mos keladi. Chunki orqa bagajlik hajmi ham 008 ga nisbatan ancha katta bo'ladi bunda. Gap yo'q, bu ranglarini qaranglar. Boshqacha rangidan, saloni boshqachasidan minaman degan akalarimiz uchun qaranglar, qizg'ich neobishni, ya'ni bavalarda svetiga o'xshagan, ana ichki saloni bo'lardi-ku, o'shanaqa svet degan do'stlar. Mana bitta baho berib bersizlar, zapaskasini o'sha yamagonigacha bor ekan avtomashinada. Xo'p, undan tashqari yana bitta zo'r joyini ko'rib qoldim, ya'ni mashina Michelin ballonlarida e'tibor berib bersizlar, ya'ni qimmat mashinalarga qo'yilgan Michelin ballonlarda e'tibor berib bersizlar. Xullas, bu mashinadan tashqari, misol aytaylik, bu o'zimizda kelyapti, to'g'rimi? O'zimizda ishlab chiqarilayotgan mashinalar qaysilar bor? Xo'p, o'zimizda hozir sborka bo'ladigan mashinalardan Dongfeng Ailus Shine Jazz. Xo'p, yonida turgan sedan varianti Dongfeng Ailus Shine modeli va yana qo'shimcha tarzda Dongfeng Ailus Mage modelini o'zimizda yig'ilyapti hozir. Yig'ilishi yo'lga qo'yilgan va sotuvga ancha oldin chiqarilgan. Gap yo'q. Kimda kim qiziqsa, narx-navosi bo'yicha pastda raqamlar qoldiraman. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Endi bu mashinalarga qanaqa to'lov usullari bor degan obunachilarimiz uchun, nalichida tayyormi deganlar uchun qanaqa yechim beramiz? Nalichida barcha avtomobil, hozir aytib o'tilgan barcha avtomobillarimiz hozir nalichida tayyor. Agar mijozlarimiz keladigan bo'lsa, bir kunning ichida o'zlari nomlariga to'lov qilingan holatda olib chiqib berishlari mumkin. Tushunarli. Yangi mashinaga menimcha rastroshka yo'q bo'lsa kerak. Yo'q, hozircha endi bu progressdagi holat. Hozircha naqd avtokredit holatlarida sotib olsalar bo'ladi. Rastroshkani esa hozircha progressda. Tushunarli. Kimda kim qiziqsa do'stlar, Nasiya savdoga boshqa mashinalari ham bor. Undan ko'ra keling, tavsiya beraman. Kelib ko'rib, narxini kelishib, menimcha jaydarroq kelishadigan yo'llari ham bor, qo'l siltab. Xudo xolasa, hammasi, avtosentrda hamma narsa bor. Inshaalloh. Bonuslariga kelgan bo'lsak, bonuslar ham qilib beriladimi? Конечно, albatta bonuslari bo'ladi, zaryadkalari, original bo'ladi и qo'shimcha tarzda poliglarni ham qo'shib beriladi bizga. Inshaalloh, gap yo'q. Lokatsiyalarni ham tushuntirib o'tsak ekan. Lokatsiyalarimiz Sergeli ikkinchi bekat o'zgarish metrosidan 500 metr ichkariga kirib, betonkadan kirib kelganda o'ng qo'lingizda avtosentr avtosaloni. Gap yo'q. Kimda kim qiziqsa, bemalol kelib, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa. Sizga ham kattakon rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Charchamang aka. Ko'rganda ko'rishguncha omon bo'linglar.